Do'stlar, bugun Rishtonimizda sentrida million daromad beradigan zo'r yangi ochilgan. Ochilganiga hali 3-4 oy ham bo'lmagan. Ya'ni egalar aytishyapti, 10-martda ochganmiz deyishyapti. Barcha navorotlarga ega bo'lgan bilyardxonamiz sotilyapti. Ko'rishinglar mumkin. Bilyardxonamizga original o'sha Miron va Yosif Abramovlar o'ynagan igrovoy bilyard sollari, ya'ni Viking bilyard sollari olib kelib o'rnatilgan. Bundan tashqari eng oxirgi dizayndagi high-tech uslubidagi lampalar, chiroqlar bilan jihozlangan. Bundan tashqari, hurmatli kuzatuvchilar, mana bunaqangi pardalar bilan jihozlab, oyoq ostiga eng oxirgi dizayndagi gilamlar bilan jihozlab qo'yilgan. Hattoki bu joyimizga mana bu tumbalarni ham shunaqangi did bilan qilishganki, stol bilan tumbani rangini bir xil tanlashgan. 67 sharlar qo'yilgan. Hamma narsa bu yerga yangi olib kelingan. Ushbu joyimiz sotilyapti. Ushbu joyimizda umumiy 5 ta stol bor. Ya'ni mana bu joyda 6-stolga ham joy tashlab ketilgan. Soati 50 mingdan bo'lsa ham 1 soatda agar 5 ovi aktiv ishlaganda 250 ming daromad keltiradi. Bu tomonni hisobga olinglar. Bundan tashqari ushbu binoyimiz 310 kvadratdan iborat. Ya'ni cheksizlik deymiz u. Mana shunaqangi zo'r, eng asosiy mazza qiladigan tarafi ushbu bilyardxonamiz boshqa bilyardxonalardan o'zgacha tomoni havosi toza. Chunki mana bu derazalarni ochib qo'ysangiz, muzdek shabadalar kirib turadi. Mazza. Bu yerda ortiqcha bir noqulay havolarga duch kelmaysiz. Ushbu binoyimizga mana bu joylariga yaxshi barlarni qilib qo'yishgan. Egalari aytishyapti, yaqin 2 oy kecha kunduz yolg'on bo'lmasin, 2 oydan oshiqroq ustalarni ishlatib mana shu holatga keltirganman deyishyapti. Mana bunaqangi televizorlar bilan jihozlangan eng asosiysi ushbu bilyardxonamiz. Aka, ko'rsating. Mana bu bitta kompyuterdan yoqib o'chiriladi. Hamma hisobotlar ham kompyuterdan olib boradi. Ya'ni kompyuterga buyruq berasiz, hatto chiroqlarni o'chirib yondirishda ham kompyuterlar olib boradi. Ko'rishinglar mumkin. Mana bu joyda kiylarni teradigan joylari bor. O'sha mashhur chempion Yosif Abramov, mana shu e'tibor beringlar, Yosif Abramov o'ynagan Viking stollar ham bu bilyardxonamizda ko'rishinglar mumkin. Viking bilyard stollari qo'yilgan. Narxiga qiziqqanlar, musofirda yurgan akalar, ukalar bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ymasangiz, mana shunaqangi sotilayotgan joylardan bexabar qolib ketasiz. O'shaning uchun kanalga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar, sotilayotgan joylardan boxabar bo'lib qolasizlar. Ushbu joyimiz Rishtonimizda Qoq sentrida, avtovokzalda yonginasida, ya'ni Vodiy marketni ro'parasida, Lux gilamlarda joylashgan. Ko'rsatib o'tamiz. Operator, ko'rsating. Narxini qiziqqanlar, narxini videoni oxirigacha ko'rsangiz narxini aytaman. Lux gilamlarni ham ko'rsatib keting. Uy-joyga Lux gilam olaman deganlar, eng zo'r gilam mahsulotlari ham Lux gilamlarda. Tekin reklama bo'lib ketdi akalarimizga ham. Narxi, bilyardxonamizning narxi $27,500. Bilyard ochaman degan tanishlarga srochniy yuborib qo'yamiz. Mana kechqurun 12 gacha ishlaydigan gilam sotadigan joy bormi deganlarga mana Lux gilamlarga ham kelaverasizlar. Tekin reklama ketdi. Assalomu alaykum. Akaxon. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Akaxon, xorlar qizimizda. Tekin reklama ketdi deb nima qilib kulishib yotibmiz. Rahmat aka, boshqaryapsizmi? Hurmatli obunachilar, kimga ushbu biznesimiz qiziq bo'lsa, pastda raqamlarni qoldirdik. Narxi $27,500. Kelaverasizlar. Biznes ochaman deganlar, bilyard biznesiga qiziqqanlarga yuborib qo'yinglar. Maksimal hammalaringga kattakon rahmat. Bo'ldi, Jo'rich.